Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Besh tushining muddish tushga aylanib qilishi. Tövendeki holat sxemasi tirishib xizmat qiluvchilarning mulkini ko'rsatib beralaydi. Әмділі to'y qilgan oliy tarbiya olgan bir jup xotin ijaraga olgan uyda qistilib o'ltirib, uzun o'tmayla pul iqtisod qilayotganligini his qilishidi. Chunki ishkilarning xarajati birsiniki bilan ancha farqlanib ketmaydi. Uyning tor bo'lishi bir masala. Shunga ular pul iqtisod qilib, ko'nglidagidek uy setib olishni qaror qiladi. Bundaq bo'lganda, ondan ularning bolasi bo'ladi. Hozir bu oilaning ikki yerdan keladigan maoshi bor. Uning ustiga ular o'z ishlariga ko'ngil bo'ladi. Kirimimi hasilab eshishga boshlaydi. Ularning kirimining eshishiga agishib, chiqimimi oshadi. Nurg'un kishilar uchun aytganda, birinchi turlik chiqim boj hisoblanadi. Ko'p sondagi kishilar eng ko'p boj topovat beji deb qaraydi. Lekin ko'plagan Amerikaliklarga nisbatan eng ko'p boj ijtimoiy kafolatlantirish beji. Yollanma xodimlardan ko'rinishda ijtimoiy kafolatlantirish beji bilan davolanish beji qo'shilib, jami 7,5% boj ilinganda qismi amaliyotda 15% boj ilinadi. Chunki xo'jayin siz uchun cho'qim 15% ijtimoiy kafolatlantirish puli topshirish kerak. Halqiliq yeri xo'jayin o'zining yenidan pul chiqarib siz uchun boj to'lab bermaydi. Amaliyotda u topshirgan pul asli sizga tava bo'lgan pul. Buningdan boshqa yana siz maoshingizdan tutilgan ijtimoiy kafolatlantirish beji uchun yana shaxsiy tabobat beji topshirishingiz kerak. Bu xil tabobatga siz azaldan erishib baxmagan. Chunki bu xil tabobat oldin tutib olinib, ijtimoiy kafolatlantirish sistemasiga bevosita kirib ketadi. Shuningga agishib ularning qarzimi ko'payishga boshlaydi. Tövendeki sxema bu bir jup xotinning eng yaxshi tasviri. Kirimning eshishiga agishib, ular bir yurish uy setib oladi. Uy bo'lganda mol-mulk beji topshiradi. Ondan yangi mashina va uy jihozlarini setib olib, yangi uyiga moslashtirmoqchi bo'ladi. Eng oxirida ular rani qo'yib olgan qarz bilan inovat kartochka qarziga bo'g'ilib qolganligini ushtum-tut his qiladi. Ular tiyinning to'xtamay tipirlishi degan qiltoqqa tushib ketgan. Uzun o'tmay bolasi tug'iladi. Shuning bilan ular texmi tirishib xizmat qiladi. Bu jarayon chambarsimon davomlashaverdi. Qanchalik ko'p topsa shunchalik ko'p boj to'laydi. Ular amalsiz inovat kartochkasini eng yuqori chek bo'yicha ishlatadi. Bu vaqtda bir qarz berish shirkatidan telefon kelib, eng cho'ng mulk, ya'ni uyning bog'lashdan o'tganligini, bu ularning innovatlik kartochkani nihoyat yaxshi ishlatganligidan bo'lganligini, shunga shirkat hisobot ta'limni birlashtirilgan qarz bilan ta'minlaydiganligini, faqat uyni raniga qo'ysalar uzun mazgillik qarz berib turadiganligini, bu qarz ularning boshqa innovatlik kartochkasidagi yuqori persentlik iste'mol qarzni to'lashga yordam qila oladiganligini, eng yaxshi yeri bu xil uyni raniga qo'yib qarz elishning o'sim persentidan boj elinmaydiganligini aytadi. Ular o'ziga omad kelgandek his qilib, qarz berish shirkatining taklifiga darhol qo'shiladi ham qarz elib, innovatlik kartochkadagi pulni pok-pokiz topshiradi. Ular hardiga chiqqandek bo'ladi. Chunki ularning qarz so'masi qarmoqqa ozligi. Amaliyotda bo'lsa, iste'mol qarzini uyni raniga qo'yib olgan qarzga yutganmaydi. Ular qarzni 30 yilda oz-ozdan topshiradigan bo'ladi. Bu aql bilan qilingan ishmi? Bir necha kun o'tgandan keyin qo'shnisi ularga telefon berib, belli narsa kerak setib olishga taklif qiladi. Narsa keraklarning bahosi tushirilib setilganligini aytadi. Ular, biz narsa kerak setib olmaymiz. Berib ko'rib boqayli deydi. Lekin u yerga berib, o'ziga kerakli narsalarni bayqab, o'zini tutolmay, innovatlik kartochkadagi pulni xashlab, narsa kerak setib oladi. Men bundaq yosh xotinlardan nurg'unni taniyman. Ularning ismi o'xshamaydi, lekin sharoiti o'xshaydi. Ular mendan bizga qanday qilsa texmi ko'p pul tepishga bo'ladiganligini deb beralamsiz deb so'raydi. Demak, ularning chiqim odati ularni ko'proq pul tepishga undigan. Ular hatto o'zidagi haqiqiy masalaning chiqim qilish usulida ishkanligini bilmaydi. Mana bular
ularning jafoliq tirkishirganligining haqiqiy sababi. Bu xil bilimsizlik moliya bilimi va mol-mulk qarz o'tirsidagi farqni tushunmaslikda ifodalanadi. Xeyli ko'p pulmi ularning masalasini hal qilolmaydi. Ular o'zlarining moliya ko'z qarashini va chiqim qilish usulini o'zgartmaguncha hech qanday narsa ularni qutqizolmaydi. Bir do'stim qarzdorlarga necha ketim, agar o'zinglarning korizning ichida ishkanliginglarni bayqasanglar, korizni davomli qo'llamanglar degandi. Men kichik vaqtimda dadam yaponiyaliklar qilish, go'har, aynakdan iborat 3 xil narsaga diqqat qiladi degandi. Qilish qurolning qudratiga simvol qilingan. Amerikaliklar qurolga necha milliard dollar sarf qilib, dunyo bo'yicha darajadan tashqari harbiy cho'ng davlat bo'lgan. Go'har pulning qudratiga simvol qilingan. Bu xuddi mono hikmatlik so'ziga o'xshaydi. Oltinning qonuniyatini esingda ching tut. Oltini bor odam qonun tuzalaydi. Aynak bo'lsa o'zini bilishning qudratiga simvol qilingan. Yaponiyaliklar o'zini bilishni 3 xil kuchning ichidagi eng qimmatli go'var hisoblaydi. Kambag'allar bilan o'tiraliqlar pulning qudrati orqali o'zlarini kontrol qiladi. Ular o'rnidan turib xizmatga boradi. Ammo mushunda qilishning nima ahamiyati bo'ladiganligini o'zidan so'rab qo'ymaydi. Har kuni pul uchun xizmat qiladi, lekin pulni haqiqiy tushunmaydi. Shunga nurg'un kishilar pul orqali boshqalarni kontrol qiladi. Boshqalar bilan qarshilashadi. Agar ularda aynak bo'lgan bo'lsa, aynakdan buning ahamiyati bormi deb so'rag'an bo'ladi. Kishilar hamisha o'zining yoshirin aql farosatiga ishonmaydi. Shunga shamolga beqib chiqiladi. Ularning bunda qilishining sababi boshqalarning shunda qilganligida. Ular hamisha ishtahat qiladi, savol qo'ymaydi. Qaralga bo'lib topshirish. Uying sening mulking. Uying sening eng cho'ng mablag'ing. Qarz elish bojni to'valatadi. Muqim bir kasb tepishing kerak. Xatolik o'tkazma. Tavakkul qilma qatorliq so'zlarni ular qabul qilsa qiladiki, o'zining uningga bo'lgan gumonini o'tirg'a qo'ymaydi. Nurg'un kishilar ko'p odamning oldida so'zlashni o'limdan qo'rqinchliq deb qaraydi. Ro'yi kasallik ilmi bo'yicha aytganda, ko'pchilikning oldida so'zlashdan qo'rqishning sababi chatga qilishdan, o'tirg'a chiqib kelishdan, tanqid qilishdan, xatolashishdan, qo'g'lanib ketishdan qo'rqish. Yig'inchoqliganda kishilarning qo'rqishi o'zaro o'xshamaydi. Bu kishilarning yangi amal tepib, masalani hal qilishiga to'sqinlik qiladi. Buni oliy tarbiya ko'rgan dadamning Yaponlar aynakning qudratiga intayin ahamiyat berdi degan so'zining sababidan desakmi bo'ladi. Chunki aynak qaraganda haqiqiy abdimizni ko'ramiz emasmi? Ko'plagan kishilarning muqimlikni so'zishi qo'rqinchliqdan kelgan. Boshqa tanarkat, ijtimoiy munosabat, kasb va pul qatorliq ishlarni aynakning yordami bilan aniq ko'ralaymiz. Bu xil qo'rqish vahimasi tufaylidan qo'rqish psixikasi paydo bo'ladi. Bu qo'rqish psixikasi uying sening mablag'ing. Bu qarz bilan boshqa qarzlaringni to'lab bo'lalaysan. Tirishib xizmat qil, yuqoriga yamash. Men omon bir kuni muavin prezident bo'laman. Pul omonatga qo'y. Muoshim o'sganda teximi cho'ng uy setib olaman. Ommaviy fond eng bexatar degandek kishilar keng ko'lamda qabul qilayotgan ko'z qarashlarga, davr surayotgan vaziyatga ishtihat qilishga, gumoniy ko'z qarashlarimizni o'tirg'a qo'ymaslikqa majburlaydi. Nurg'un kishilarning moliya qiyinchiligi boshqalarga bilib bilmay agishdan kelib chiqadi. Shunga biz aynakka pat-pat qarab turishga, qo'rqinchoqlikqa ishonmay, o'zimizdagi yoshirin aql farosatga ishonishga haqiqatan muhtoj. 16 yosh vaqtimizda mak ishkilan maktabimizda ovorchilik yo'liqdik. Biz eski bolalar emasdik. Faqat boshqa bolalar bilan aralashmadik. Ulardan yiroq turdik. Biz har haftaning oxiri orom ilishga qo'yib etilgandan keyin makning dodisiga chiqib beratdik. Ishni tugatgandan keyin bir necha soat vaqt sarf qilib, boy dadamning banka boshqaruvchisi, advokat, buxgalter, vakolatchi, mablag' savdogari, boshqaruvchilar va xizmatchilar qatorliq kishilar bilan oshqon yig'inini chat turib anglaydik. Makning dadisi 13 yoshida maktabdan chiqib ketgan ekan. Hozir bo'lsa bir to'p yosh tarbiyalangan kishilarga rahbarlik qiladi. Buyruq tushirdi. Ular boy dadamning deganini qiladi.
u ba'zi masalalardan norozi bo'lganligini ifodalasa, aloqsada bo'lib ketishadi. Boy dadam bo'lsa mustaqil fikr qilishga moyil odam. Bir eqin paydo bo'lsa o'zini oldirab uningga etivatmaydi. Boy dadam, biz cho'qim mushunda qilishimiz kerak. Boshqalarmi shunda qig'il turibdi degandek gaplarni anglasa, g'azabi o'rlaydi. U yana qilolmaysan degan so'zgami o'sh. Agar siz uningga bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, uningga eg'iz echishning eng unumli usuli meningcha bu ishni qilib bo'lamazsizmikin deyish. Mak ishkaylan boy dadam ochgan har xil yig'inlarga qatnashib, nihoyat ko'p narsalarni o'rganib oldik. Hatto ba'zi jihatlarda o'rganib olgan narsalarimiz oliy maktabda o'rganganimizdanmi ko'p bo'ldi. Boy dadam oliy tarbiya ko'rmagan. Lekin u moliya ilmiga pishiq ham eng oxirgi g'albani qo'lga keltira oladi. U bizga qayta aqlli kishi o'zidan aqlli kishilarni yollaydi deydi. Shunga ikkimiz bir necha soat vaqt sarf qilib, aqlli kishilarning so'ziga quloq solatdik va ulardan o'rganatdik. Shunga ikkimiz muallimning an'anaviy tarbiyalash usuliga tasda bo'ysunatdik. Buning bilan ba'zi masalalar bizga yaqinlashishga boshladi. Muallim ikkimizga agar yaxshi natijalarni qo'lga keltirmasanglar, jamiyatga chiqqanda tuzuk ish qilolmaysizlar deganda ikkimizning qo'shimiz sirlatdi. Biz programmaga bo'ysunishga, qoida tuzumga rioya qilishga buyruq qilinganda, bu xil maktab tuzumining ijodchonlikni qandoq ujuqtirib o'tirganligini bilatdik. Biz boy dadamning aytgan maktab yaxshi xo'jayinlarni emas, yaxshi yollanma xodimlarni ishlab chiqaradigan joy degan so'zini tushunishga boshladik. Biz o'qituvchimizdan maktabda o'rgangan narsalarimizning nemishga ishlatilmaydiganligini, nemishga pulga munosabatlik bilimlarni va harakat qonuniyatini o'rgatmaydiganligini so'rab turib olatdik. Eng oxirgi savolimizga pulning ancha muhim emasligi. Agar biz a'lo o'qisoqla pul o'zligidan keladiganligi javob bo'lib qoladi. Bizning pulning qudrati to'g'risidagi bilimimiz qanchalik ko'paygan sari muallim va savodoshlarimız bilan bo'lgan orlig'imiz shuncha jiroqlashishga boshladi. Oliy tarbiya ko'rgan dadam o'rganish natijamga qarata menga ancha besim ishlatmaydi. Bu hol meni hayron qoldiradi. Lekin biz pul to'g'risida munozaralashib qolatdik. Mening 16 yosh chig'imda egilagan moliya bilimlarim ota-onamning egilagan moliya bilimidan eshib ketdi. Chunki men kunda kitob ko'ratdim. Sotchining, korxona advokatining, uy mulk vakolatchisining, mablag' sog'uvchining suhbatlarini anglaydi. Dadam bo'lsa o'z dematliklari bilan parang silishadi. Bir kuni dadam menga uyimizning eng ko'p mablag' ishkanligini deganda, o'tirimizda ko'ngilsiz munozara boshlandi. Bu chog'da men dadamga uy yaxshi mablag' emas deb qaraydiganligimni aytgandim. Tövendeki sxemada boy dadam bilan Namrat dadamning uy masalasidagi o'xshamagan qarashlari aks etgan. Biri uymilik deb qarasa, yana biri qarz deb qaraydi. Shundoq. Men tövendeki sxemani sizib, dadamga uning naq pulning obert yo'nalishini tushuntirganim yelimi esimda. Men uningga uyga ega bo'lgandan keyin keladigan qo'shimcha chiqimlarni ko'rsatgan. Uy qanchalik cho'ng bo'lsa, chiqimmi shunchalik ko'p bo'ladi. Naq pulmi to'xtamay chiqib ketadi. Bugun men yanala uy bo'lsa mulk degan qarashga qarshi chiqdim. Nurg'un kishilarga nisbatan uy ularning umidi va eng ko'p sanaladigan mablag'i. O'zining uyi bo'lish hech nimasi bo'lmaslikdan ming afzal. Lekin men hamisha boshqa bir ideyani bu usulning o'rniga dastishni o'ylaydim. Ayolim ikkimizmi cho'ng, moda uylarni yaxshi ko'ratdik. Lekin uning bir turdagi mulk emasligini bilatdik. Yonchig'imizdagi pulni sirtqa chiqarib o'tkashga uni bir turdagi qarz deb qaraydik. Shunga men bu munozarani qo'zg'agandim. Men kishilarning mening qarshimga qo'shilishini o'ylaganim yo'q. Chunki uy kishilarning hissiyotining havolasi. Buningdan boshqa pulga bo'lgan qizg'inlik moliya jihatdagi aql farosatni tuvallatib etadi. Kechirmishim menga pulning qarorini hissiyotga aylantirib o'tirganligini his qildirgan. Birinchi, uyga nisbatan aytganda nurg'un kishilar o'zi haqiqiy turda ega bo'lolmaydigan uy uchun bir umr ter to'kib ishlaydi. Boshqa chiqib aytganda ko'plagan kishilar bir necha yilda yangi uy oladi. Har qitim 30 yillik muddat bilan bir qism qarzlarni to'laydi. Ikkinchi,
Kishilar uyni raniga qo'yib olgan qarzning o'sim persentidan bosh ilinmaydigan yaxshi tarafiga erishsimi, ular yanala har qaysi mazgildagi qarzlarni avval qaytargandan keyin, ondan bojdan keyingi kirim bilan har qaysi rasxotlarni chiqim qiladi. 3. Mulk beji. Ayolimning ota-onasi turayotgan uyi uchun eng ko'p bo'lganda $1000 mulk beji topshirdi. Bu ularning pensiyaga chiqqandan keyin topshiradigan bir turlik bosh. Bu xil bosh topshirish ularning turmushini jiddiylashtirib etdi. Ular doim majburiy ko'chirib etilgandek hissiyatda yuradi. 4. Uyning qiymati hamisha eshivermaydi. 1997-yili mening bir do'stimning $1 million yaraydigan uyi bor edi. Hozir uning bu uyi $700 ming yaraydigan bo'lib qoldi. 5. Eng cho'ng ziyon fursatni qo'ldan berib qo'yish. Agar pulingizning hammasini bir uyga mablag' qilaversangiz, amalsiz tirishib ishlashga majbur bo'lasiz. Chunki sizning naqd pulingiz mulk turidan kirmay, chiqim turidan chiqib ketyotadi. Bu tipik o'rta burjuaziyaning naqd pul oberti shakli. To'g'ri usul qandoq bo'ladi? Agar o'sha yosh er-xotin mulk turiga ozroq mablag' solgan bo'lsa, ular keyingi bir necha yilda xili yeniklab qolgan bo'ladi. Bo'libmi bolasini universitetga avatishga tayyorlik qilib oladi. Mulk turidagi mablag' ularning mulkini davomli ko'paytirib chiqimini o'zligidan to'liqlik uzatdi. Avval bir cho'ng uyga mablag' selish usuli faqat rani qarziga erishib to'xtamay o'rlayotgan rasxotga chiqim qilganlik edi. Buning natijasi sharqiy tomni chiqib, g'arbiy tomni qo'pirish bo'ladi xolos. Shunga aksiyaga mablag' selishni avval boshlab olmay, eng qimmat uyga ega bo'lishni qaror qilish bir odamning moliya turmushiga tövandikidek 3 jihatda zarba ib keladi. 1. Boshqa mulkni ko'paytirgan fursatni qo'ldan berib qo'yish. 2. Mablag' qilmoqchi bo'lgan pulni uyning har xil yuqori haqlariga va uzun mazgillik rasxotga chiqim qilish. 3. Tarbiyalanish fursatidan mahrum qilish. Kishilar doim uyini omonatga qo'ygan pulini, pensiya pulini o'zlarining mulk turiga kirgizib bilollaydi. Ularning mablag' sag'udek puli yo'q bo'lg'achqa mablag' sanmaydi. Shuning bilan ular mablag' selish tajribasiga erishamaydi ham mangu mablag' selish sohasi e'tirof qiladigan moyir mablag' sag'uvchilardan bo'lolmaydi. Eng yaxshi mablag' soladigan fursatlar hamisha moyir mablag' sag'uvchilarning oldiga keladi. Ondan ular uni noiti ehtiyotchan kishilarga o'tkazib berdi. Albatta, o'tkazib beradigan chog'da ular nurg'un foydani ep ketgan bo'ladi. Oliy tarbiya ko'rgan dadamning moliya ahvoli, tiyinning to'xtamay tiparlishi degancha turmush kechiradigan kishilarning iqtisodiy ahvolini eng yaxshi tushuntirib beralaydi. Ular yotqiniga qarab putsunidi, hargiz mablag' sanmaydi. Oqibatda rani qarzi, inovat kartochkali qarz qatorliq qarzlarga bo'g'iladi. Bu qarzlari texi mol mulkidan ko'p bo'ladi. Tövendeki sxema bu ahvollarni oddiy yig'incha qilib tushuntirib beralaydi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Namrat dadamning moliya ahvoli. Boy dadamning ahvoli mablag' selish bilan qarzni kamaytirish natijasini aks ettirdi. Tövendikisi boy dadamning moliya ahvoli. Boy dadamning ahvoli doklad jadvali boylarning nemishqa bara-bara beydiganligini tushuntirib beralaydi. Mulk turi akagan kirim chiqimni to'liqlaydi. 5. kirimni mulk qaytilab mablag' qilishga bo'ladi. Mablag'ning yig'ilishiga ergishib mulk bag'ansiri ko'payadi. Kirim shuningga masalda ko'payib, yaxshi natijalar hosil bo'ladi. Natijada boylar bag'ansiri boy bo'laverdi. Boylar nemishqa bag'ansiri biyidi? O'tiraliqlar o'zining moliya qiyinchiligida turayotganligini sezdi. Buning sababi neda? O'tiraliqlarning asosiy kirimi maosh. Maosh oshganda boshmi ko'paydi. Eng muhimi ularning chiqimi kirimining eshishiga ergishib o'xshash darajada ko'payib maqdi.
Ular kirim ep keladigan haqiqiy mulkiy mablag' sanmay, o'zlarining uyini asosliq mulk deb qarab, uningga qayta mablag' soladi. O'ltiraliqlar nima uchun moliya masalalaridan qutulanmaydi? Bu xil uyni mulk deb qarash va pul ko'p bo'lsa texmi cho'ng uy setib olg'ili bo'ladi deb o'ylash yoki texmi ko'p moliya boshqarish falsafasini ishlatish bugungi qarzning tog'dek dövilinadigan jamiyat asosini shakllantirgan. Ortiqcha chiqim qilani qarzga va moliyasi muqim bo'lmagan sharoitga so'rab kiradi. Bu xil ahvol kishilarning xizmat natijasi yaxshi bo'lgan yoki kirimi muqim oshganda yuz berdi. Bu xil xatarlik turmush moliya bilimi tarbiyasi yetarlik bo'lmaslikdan kelib chiqadi. 90-yillarda iqtisod krizisiga yuzlanganda zo'r turkumdagi kishilar ishsiz qilib, o'tiraliqlarning qanchalik ojiz ekanligini tushuntirib bergan edi. Şirketning yashanganlarni beqish pulining o'rniga tuyuqsiz 401 ki plani olmishib, ijtimoiy kafolatlantirish sistemasi ko'rinarli qiyinchilikqa yo'liqdi. Pensiyaga chiqqandan keyingi turmush kafolatining bo'lmasligi o'tiraliqlarga xirs bo'ldi. Lekin bugungi kunda bo'lsa bu bir yaxshi ish edi. Nurg'un kishilar bu masalani his qildi hamda ommaviy fondni setib olishga boshladi. Mablag'ning zo'r darajada eshishi paychek bozorini asta asliga keltirdi. Nurg'unlagan ommaviy fondlar qurilib, o'tiraliqlarning mablag' selish ehtiyojini qondirdi. Ommaviy fondning xatri oz bo'lg'achqa kishilarning olqishiga erishdi. Bosh topshirish, qarz to'lash, omonat qo'yish, bolalarning oliy maktab xarajatini to'lash, inovatlik kartochkini qaytarish qatorliqlarning ovorchiligi bo'lg'achqa kishilar odatdagi fondlarni setib oladi. Qanday mablag' selishni tadqiq qilishga vaqt yo'q bo'lg'achqa, ular ommaviy fondni boshqaradigan mutaxassislarning yordamiga tayinadi. Ommaviy fondning ko'p turiga mablag' solsa xatar ozligandek his qilishadi. Tarbiya ko'rgan bu o'tiraliqlar fond boshqaruvchilar o'tirg'i qo'ygan xatarni tarqoqlashtirish ta'limotini qo'llaydi. Bexatar mashg'ulot qilishni, xatardan neri turishni o'ylaydi. Lekin haqiqiy sabab yanala cho'qim bilishga tegishli moliya tarbiyasini burunroq o'rganmaganlikda edi. Bu odatdagi o'tiraliqlarning o'zini xatardan chetga elishining sababi bo'lsa kerak. Ular cho'qim bexatar mashg'ulot qilish kerak. Chunki ularning iqtisodiy o'rni ojiz. Mulk qarz jadvali azaldan takshi bo'lgan emas. Zo'r miqdordagi qarzni ustiga elib, texi haqiqiy mulk ishlab chiqarmagan. Ularning kirimi faqat maoshdan keladi. O'zlarining xo'jayiniga tayinib turmush kechirdi. Ismi jismiga loyiq, taqdirga munosabatlik fursat o'zlariga yaqinlab kelganda, ular bu fursatlarni ketkizib qo'ydi. Ular cho'qim bexatarlikka kafolatlik qilish kerak. Chunki ular yuqori sommadagi boj bilan qarzni o'z ustiga elib olgan. Xuddi men mushu bobning beshida so'zlaganimdek, eng muhim qoida mol-mulk bilan qarz o'tirsidagi farqni bilib olish. Bu farqni bilib olsangizlar, kirim ep kelalaydigan mulk setib olaysiz. Mana bu beyishning eng yaxshi usuli. Davomli shunda qilib bersangiz, mulkingiz to'xtamay ko'payadi. Shuning bilan birga qarzingiz bilan chiqimingizning to'valishiga diqqat qilishingiz kerak. Bu texmi ko'p pulni mol-mulkka mablag' selishingizga turtki bo'ladi. Nihoyat tezda pulingiz ko'payib, ba'zi fursatga ega mablag'ni solalaydigan bo'lasiz. Bu xil mablag' sizni 100%lik, hatto sanoqsiz foydalarga ega qiladi. $5000 mablag' nihoyat tezda $1 million ko'p pulga do'milaydi. O'tir burjuaziya bek xatarlik da'vogan bu mablag' selish amaliyotda uncha xatarlik emas. Bu faqat sizning nihoyat muhim bo'lgan moliya bilimingiz yetarlik bo'lmag'achqa bu fursatlarga qanday muomala qilishni, tadqiq qilishni bilmasligingizdan bo'lgan. Faqat yetarlik moliya bilimingiz bo'lsa, tavakkulchilik qilishdan qo'rqishingizning hojati yo'q. Agar ko'p sondagi kishilar bilan o'xshash bo'lsangiz, u holda ahvolingiz tövəndə ko'rsatilgan sxemadek bo'ladi. Uyingiz bor yollanma xodim bo'lsangiz, tirishib xizmat qilishingizning natijasi tövəndagidek. Birinchi, boshqalar uchun xizmat qilasiz. Ko'pchilik kishilarning maosh uchun xizmat qilganiga o'xshash ko'rsatgan tirishchiliginiz xo'jayiningizni yoki pay egisini beyitidi. Xizmatingiz va muvaffaqiyatingiz xo'jayiningizni muvaffaqiyatga erishtirdi ham burunroq pensiyaga chiqsiz. Ikkinchi, hukumat uchun xizmat qilasiz.
Hökumət siz texi muaşınızını kömegen çağda muaşınızның bir qismini ep ketidi. Tirishib xizmat qilishiniz faqat hökumətning bejini ko'paytib berishga imkoniyat hozirlab berdi. Nurg'un kishilar hökumət uchun xizmat qiladi. 3. Banka uchun xizmat qilasiz. Bosh topshirgandan keyin bir muncha chiqimingiz rani qarz bilan inovat qarzni to'lashga sarf bo'ladi. Agar siz tirishib xizmat qilishni bilsangiz, yuqoridagi 3 taraf siz qayerga bering, qanchalik ishlasangiz, emgak mevangizni shunchalik ep ketadi. Siz o'zingiz va oilangiz uchun qanday qilganda texmi ko'p, texmi bevosita foyda ep kelishni o'rganishingiz kerak. Agar zehningizni o'z ishlaringizni barpo qilishga yig'sangiz, u chog'da qanday nishon belgilaysiz? Nurg'un kishilar uchun aytganda, ularning nishoni o'zlarining kasbini saqlab kelib, maoshiga tayangan asosda o'zi orzulagan mulkka erishish. Mulkning eshishiga ergishib, ular o'zining muvaffaqiyatini qanday o'lchaydi? Qaysi vaqtda o'zining boyligi bor ekanligini his qiladi. Xuddi mening qarzim bilan qarzimning aniqlamasiga o'xshash o'z mulkimningmi aniqlamasi bor. Amaliyotda buni Buckminster Fuller degan odamdan o'rganib olgan. Ba'zi kishilar uni aldamchi desa, ba'zilar talant egisi deyishadi. Bir necha yil ilgari kishilar uning qurilish korxonasi to'g'risida o'sak so'z tarqitib yurishdi. U 1961-yili jumla qurilma patentiga erishish uchun iltimos yozgan. Iltimosga boylikqa doir ba'zi so'zlarni yozibdi. Boshda bu aniqlamani o'qiganda odam toza tushunolmaydi. O'qib bo'lgandan keyin ondan biror narsani his qilishga boshlaydi. Bu aniqlamaning mazmuni boylik bir odamning qanchalik vaqt yashayoladiganligini qo'llaydigan iqtidor yoki agar men bugun xizmat qilishni to'xtatsam, yana qanchalik yashay olayman degandan iborat. Mulkni tugutishga aniqlama berish mulk bilan qarz o'tirsidagi summa farqiga aniqlama berishga o'xshamaydi. Bu xil aniqlama kishilarni kirim to'g'risidagi quruq gaplar bilan ma'lum narsaning qimmati qancha pulga yaraydiganligi to'g'risidagi ko'z qarashlarga to'yg'izib etadi. Boylikning bu aniqlamasi bir xil yangi, to'g'ri bo'lgan o'lchash usulini yoritish mumkinchiligini ilgari surdi. Hozir men mustaqil iqtisodiy nishonimning amalga oshib, qaysi bosqichga borganligini to'g'ri mo'ljarlay olmayman. Sap boylik naq pulsiz mulkni o'z ichiga oladi. Xuddi siz setib olib, iskilotga yig'ib qo'ygan materiallarga o'xshash. Mulkingiz pulingizning qanchalik pul tepayotganligini ham moliyangizning mavjud bo'lib turish iqtidorini o'lchaydi. Tövendeki misalni ko'rib boqayli. Mening mulkim iyiga $1000 ep keladi. Lekin men har oyda $2000 chiqim qilaman. Undaq bo'lsa, boylikdan qandoqmi eg'iz ochqili bo'lsin? Biz yana Buckminster Fullerning aniqlamasiga kelaylik. Uning aniqlamasi bo'yicha bo'lganda, men yana qancha kun yashay olayman? Bir oyni 30 kun deb qarasak, bu aniqlama bo'yicha oram yarim oy yashay olayman. Her oyda $2000 topa olsam, ondan beyib ketalayman. Albatta, men boy bo'lib ketmayman, ammo qo'limga boylik kiradi. Hozir mening har oyda mulk turidan erishilganim naq pul obriti bilan chiqim miqdori qatorliqlar. Agar chiqimni ko'paytmoqchi bo'lsam, avval cho'qim mulk turi ep keladigan naq pul obritini oshirib, boyligimning saviyasini saqlab qilishim kerak. Shuningga diqqat qilish kerakki, bundaq bo'lganda maoshga tayanmayman. Agar xizmatimdan istifa bersam, har oyda yana mulk ep keladigan naq pul obriti bilan chiqimni qamlayman, ya'ni men davomli yashay olayman. Keyingi nishonim mulkdan oshgan naq pulni ishlatib mablag' selish. Mulk turiga eqib kirgan pul qanchalik ko'p bo'lsa, mulkmi shunchalik tez oshadi. Mulk qanchalik tez oshsa, naq pulning eqib kirishimi shunchalik tez bo'ladi. Faqat chiqimni mulkimning naq pul obriti ep keladigan ahvolda kontrol qila olsamla beyib ketaman. Bundaq bo'lganda o'zimning emgak kuchidan kirgan kirimdan boshqa kirim manbalarimi borgan sari ko'paydi. Bu xil qaytilab mablag' selish jarayonining davomli kengayishiga ergishib, men oxir 5 yo'liga qadam tashladim. Siz tövendagi so'zlarni esingizda ching tutishingiz kerak. Boylar boylik setib oladi. Namoratlar faqat chiqim qiladi. O'tirolliqlar bularni setib olishni mulk qarzi deb qaraydi. Undaqda men ishlarimni qandoq boshlashim kerak? Tövende McDonald'ni barpo qiluvchining nima deydiganligiga quloq soling. Boy dadam, namorat dadam.
avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. O'zingizning ish o'qitiga ko'ngil bo'ling. 1974-yili McDonald'ning ijodchisi Ray Kroger Austinga berib, Texas universitetidagi savdo sanoat boshqarish magistrlik sinfiga leksiya so'zlashga taklif qilindi. Mening yaxshi do'stim Kit Cunningham mushu sinfning o'quvchisi edi. Kishini hayajonga soladigan bu leksiya oxirlashgandan keyin o'quvchilar Ray Krogerdan o'zlari doim boradigan joyga bilib berib, birga pivo ichishni xohlamaydiganligini so'radi. Ray Kroger bu taklifni xushallik bilan qabul qildi. Ko'pchilik qo'liga pivo quyilgan istakanni olgandan keyin Ray Kroger so'radi. Meni nima ish qilganligimni kim deb beralaydi? Ko'pchilik hammasi kulishdi. Keyin MBA'ning nurg'un o'quvchilari sizning chaqchash ekanligingizni biladi, dedi. Boyaqi savolga bir kim javob bermagandan keyin Ray Kroger yana so'radi. Sizlar meni nima ish qilalaydi deb qaraysizlar? O'quvchilar yana kuldi. Oxirida bir o'quvchi yuraklik bilan dedi. Hammaylar sizning hamburg polkisi pishiradigan kishi ekanligingizni biladi. Ray Kroger qoqoqlab kulib ketdi. Men sening mushundoq deydiganingni bilgan. Ondan kulgisini to'xtatib so'zini davom qildi. Xonimlar, apandilar, amaliyotda men hamburg polkisi tijorat qilmayman. Mening qiladiganim o'zimin tijorati. Keytning deyishicha, Ray Kroger o'zining gapini xeyli uzoq tushuntiribdi. Uning uzun mezgillik savdo planida asosli qiladigan ishi McDonald'ning tarmoq do'konlarini o'zining sheriklariga setib etishgan. U tarmoq do'konlarining joylashgan o'rniga nihoyat ahamiyat berdi ekan. Chunki u o'z zamini bilan o'rnining har bir tarmoq do'konning o'qitining eqish oqmasligidagi eng muhim omil ishkanligini bildi ekan. Shuning bilan bir vaqtda Ray Kroger planini o'tirg'a qo'yganda, tarmoq do'konni setib olgan kishilar McDonald Groydan setib olgan tarmoq do'konning yeriga pul to'laydi ekan. McDonald hozir dunyo bo'yicha eng chong o'zimin shirkati bo'lib, uning ilkidagi o'zimin katolik diniy jamiyatining ilkidagi o'zimindan ko'p. Bugun McDonald Amerika va dunyoning boshqa joylaridagi ko'cha va do'qmishlardagi eng pulga yaraydigan belbog'larning egasi bo'lib qoldi. Kate buni hayotidagi eng muhim bir qadamlik dars dedi. Bugungi kunda Kate'ning mashina yuvish maydoni bor. Lekin uning eng muhim tijorat kirimi mashina yuvish maydonining uy mulkidan kirdi. Oldingi darsda biz sxema orqali nurg'un kishilarning o'z xizmatidan boshqa kishilar uchun xizmat qiladiganligini tushuntirgan edik. Ular avval shirkat xo'jayini uchun xizmat qiladi. Ondan hukumat uchun xizmat qiladi. Oxirida qarz to'lash uchun bankaga xizmat qiladi. Kichik vaqtimda uyimizga yaqin joylarda McDonald'ning do'konlari yo'qdi. Lekin boy dadam Mac ishkimizga Ray Krogerning Texas universitetidagi MBA o'quvchilariga so'zlagan darsga o'xshash bilimlarni, ya'ni boy bo'lishning 3-nomerlik sirni o'rgatdi. 3-nomerlik sir o'zining ish o'qitiga ko'ngil bo'lish edi. Qo'li qisqa kishilar bir umr haq ishlab o'tib ketadi. Ular xizmatidan to'xtab qolsa, kun o'tkazmay ketadi. Jiq so'zlagandan ko'ra isqimi bilanla ifodalasak oson tushunmog'ili bo'ladi. Tövəndəki payda jadvali və mülk qarz jadvali Ray Krogerning ideyasini yaxshi tasvirlab berilaydi. Bizning hozirgi ma'rif sistemimiz bugungi yoshlarga biror mahorat o'rgatalaydi ham yaxshi xizmatga erishtiradi. Ular muoshiga yoki yuqorida deb o'tganimizdek kirimlarga tayinib turmush kechirdi. Muayyan bir mahoratni egillagandan keyin ular texnik oliy darajalik maktablarga berib, kasbiy iqtidorni oshirdi. Ular injener, olim, oshpaz, soqchi, san'atkor, yozuvchi bo'lib yetishib chiqadi. Bu kasbiy mahoratlarni yetildirgandan keyin ular emgakchilar qo'shinining sepiga qo'shiladi ham pul uchun ishlaydi. Shuningga diqqat qilingki, xizmatingiz bilan ish o'qitingiz o'tirsida g'oyat zo'r farq bo'ladi. Men doim ba'zi kishilardan siz
"Nima ish o'qit qilasiz?" deb so'rasam, ular "Men bank xizmatchisi" deb javob berdi. Men orqadilla "U bank sizningmi?" deb so'rasam, ular "Yo'q, men o'sha yerda xizmat qilaman" deydi. Bu misolda ular o'zining xizmati bilan ish o'qitini oralashtirib etgan. Ular bankir bo'lsa-mu bo'ladi. Lekin ularning cho'qim o'z oldiga ish o'qiti bo'lishi kerak. Ray Kroker o'zining ish o'qiti bilan kasbini nihoyatda aniq farqlantirdi. Uning kasbi savdogar. U kolosni qo'chish mashinasi sotdi. Keyin yana Hamburg bolkasi sotdi. Lekin uning ish o'qiti obdan pul topqili bo'ladigan o'zimin tijorati uchun jug'lanma tepish bo'ldi. Maktab sizni kasb o'rgangan bir xodimga aylantirib qo'ydi. Agar oshpazlikni o'rgangan bo'lsangiz, oshpaz bo'lib yetishib chiqsiz. Agar qonun o'rgangan bo'lsangiz, advokat bo'lib yetishib chiqishingiz mumkin. Avtomatiklashtirish kasbini o'rgangan bo'lsangiz, mexanik bo'lasiz. Biray kasb o'rganib, shuning ahli bo'lganlarning qo'rqinchli oqibati shuki, nurg'un kishilar o'zining ish o'qitiga ko'ngil bilmay, butun umrini boshqalarning ish o'qitiga ko'ngil bilish bilan o'tkazadi, ham boshqalarni boyqib o'tib ketadi. Qo'lim pul ko'rsin deydigansiz, o'zimizning ishlariga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Sizning ishlaringiz kirmingizga emas, mulkingizga bog'liq. Xuddi yuqorida to'xtalib o'tgandek, birinchi qoida shuki, mulk bilan qarz o'tirsidagi farqni bilishimiz va mulk setilishimiz kerak. Boylarning ko'ngil bo'ladigini o'zlarining mulki, boshqalarning ko'ngil bo'ladigini bo'lsa, o'zlarining kirimi. Kishilarning eg'izidan hamisha maoshim o'sishi kerak, darajam o'ssa bo'ladi. Yana maktabda o'qib, jiqroq pul topqili bo'ladigan xizmatga erishsam deyman. Ismini qo'shib ishishim kerak. 2 yerda xizmat qila olishim mumkin. 2 hafta ichida xizmatimdan iste'fo so'rayman, chunki maoshi yuqori xizmat topdim degandek so'zlarni anglab turishimizning sababi mana shu. Ma'lum jihatdan aytganda, bu oqilona usul. Agar Ray Krokerning gapini anglasangiz, siz yanala o'zingizning ish o'qitiga ko'ngil bilmayotganligingizni bayqaysiz. Bu o'ylami o'xshashla maosh kirimidan neri ketolmaydi. Faqat oshirgan kirimingizdan foydalanib, sizga pul tepib beradigan mulk setib olganingizda, ondan haqiqiy turda puldan qisilmaydigan bo'lasiz. Nurg'un nomrod kishilar yoki o'tir burjua sinfining pul tepishda konservativligida ching turishining sababi, ular xatarga tavakkul qilishni xohlamaydi. Bu ularning moliya bilimining yetarsiz ekanligini bildiradi. Chunki ular xizmatini bexatar ishlashili bo'ladi. Saqlanğılı bo'lmaydigan iqtisodiy vayronchilik yiqilib kelganda millionlagan odam atalmish eng zo'r mulki bo'lgan uyining o'zini tirik beti yeb ketayotganligini his qiladi. Chunki uyga har oyda pul ketadi emasmi? Ularning yana bir xil mulki bo'lgan mashinami bo'choqqa kelganda yuk bo'lib qoladi. Endilikda $1000 ga yaraydigan golf top kaltigami mashina isklatiga tashlab etiladi. Chunki u hozir $1000 ga yaramaydi. Xizmeti kapolatga ega bo'lmasalar, ular turmushda uylanchisiz qoladi. Ularning mol-mulkim deb hisoblagan narsalari moliya krizisidan o'tib olishiga yordam bermaydi. Menimcha, oramizdagi ko'plagan kishilar qarz olish iltimosini bankiga topshirib, qarzga uy yoki mashina setib oladi. Ularning sop mulk degani nihoyat qiziqarli narsa. Uning qiziqarli yeri shuki, banki buxgalterligida kishilarning uy bilan mashinani qatorida hisoblashiga ruxsat qilindi. Qo'limda tuzuk pul qolmag'achqa bir kuni pul qarz olish uchun yangi golf top kaltigi, san'at buyumlari, yangratqo, telefon, amoniy kostyum burilkisi, qo'l soat, oyoq va boshqa narsa keraklarni setib olib, mulkimning sonini ko'paytirdim. Oxirida qarz olish iltimosim rad qilindi. Sababi mulkimga solgan mablag'im bak ko'p bo'lib ketibdi. Kredit hay'ati mening uy mulk mablag'idan kirimga erishishimni xohlamaydi ekan. Faqat nemishqa pul topadigan rasmiy xizmat qilmaydiganligimni bilmoqchi ekan. Ular amoniy kostyum burilkisi, golf top kaltigi yoki san'at buyumlarining nerdan kelganligini so'rabmi qo'ymadi. O'lchamga to'shmasangiz, tas kunga qoladi ekansiz. Har qaytim kishilarning 1 million yoki 100 ming dollarlik yoki uningdan ortiq sop mulki borligini anglaganimda ozroq qo'rqish his qilaman. Buningdagi asosiy sabab shuki, sop mulkning qiymatini dal joyida mo'ljarlab ketgili bo'lmaydi. Buninglik bilan qolmay, mulkingizni setishga boshlaganda hatto qilgan kirimingizdanmi bosh elinadi. Shunga yetarli kirim qilinmagan kishilar moliyada
osonla qiyinchilikqa uchraydi. Naq pulni ko'paytirish uchun ular amalsiz mol-mulkini sotadi. Birinchidan, ularning shaxsiy mol-mulkining puli faqat mulk qarz jadvalidagi qisman chiqimg'ila chiqish qiladi. Ikkinchidan, agar foyda topsa yana bosh to'lish kerak. Ya'ni har qatimliq sodada hukumat ularning foydasining bir qismini ep ketadi. Shuning bilan ularning qarzdan juda bo'lishga dol bo'ladigan puli kemayib ketadi. Ba'zi kishilarning sop mulkining amaliyotda o'zining o'ylaganidan oz chiqishining sababi dal mushu edi. O'z ishlaringizga ko'ngil bo'ling ham har kunlik xizmatni burunqidek ishlayvering. Siz uy zamin setib olsangiz bo'ladi. Lekin qarz bo'lmasligingiz yoki uyda ishlatgandan keyin qimmati qolmaydigan shaxsiy lozimatliklarni setib olmasligingiz kerak. Yangi mashinangizni mashina to'xtatish o'rniga qo'ysangiz, mashina olgan pulning 25%ni ziyon tortgan bo'lasiz. Mashina haqiqiy mulk emas. U faqat banka boshqaruvchining taklifi bilan mulkingizning qatoriga tizib qo'yadigan narsa. Men $400 kollektiv kaltigini bir qitim ishlatgandan keyin uning qiymati $150 ga tushib qolgan. Quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, chiqimni to'van saviyada saqlash, qarzni kamaytirish va tirishib ishlash ularni muqim mol-mulk asosiga ega qiladi. Texi uy olmagan yoshlarga nisbatan aytganda, ota-onasi ularga mulk bilan qarzning farqini bildirishi, ularning uy ayrishiga, to'y qilishiga, uy elishiga, bolalik bo'lishiga, xatarlik pul muomala sodasiga dasmoya silish yoki xizmatga va qarzga tayinib biror narsa elishidan burun mustahkam mol-mulk asosi turg'izishiga haydakchilik qilishi lozim. Bu intayin muhim. Men burun nurg'un yosh er-xotinlarni uchratgan. Ular mulk bilan qarzning farqini aniq ayirolmag'achqa, to'ydan keyin uzoq o'tmay har oyda qarz to'lab o'tishga majbur bo'lgan. Nurg'un kishilar eng kichik bolasi uydan ayrilganda ondan o'zlarining pensiyaga chiqish uchun texi to'liq tayyorlik qilib bo'lmaganligini bayqaydi. Ota-onasi kasal bo'lib qolganda o'ziga yangi yuk ortilganligini his qiladi. Undaqda siz va sizning bolalaringiz zodi qandoq mulkka erishishi kerak. Meningcha, haqiqiy mulk tövandagi bir necha turga bo'linadi. Birinchi, men ustida turmasammi normal ketaveradigan ovqat. Bu menga tava mulk, lekin boshqalar tijorat qiladi va boshqaradi. Agar men u yerda xizmat qilsam, u mening egilikim bo'lmay, balki xizmatim bo'lib qoladi. Ikkinchi, pay cheki. Uchinchi, zoyum. To'rtinchi, o'rtaq fond. Beshinchi, kirimi bo'ladigan uy zamin. Oltinchi, veksel, ya'ni qarz hujjati. Yettinchi, patent huquqi. Masalan, muzika, asar originali, patent degandek. 8. Boshqa har qanday pulga yaraydigan, kirim yaratalaydigan yoki qimmatini oshirg'ili bo'ladigan ham bozorda oburt bo'ladigan narsalar. Kichik chig'imda tarbiya ko'rgan dadam meni muqim xizmat tepib olishga ilhomlantiradi. Boy dadam bo'lsa o'zim yaxshi ko'radigan mulkni qo'lga keltirishga ilhomlantiradi. Boy dadam, sen uni yaxshi ko'rmasang, uningga ko'ngil bo'lmaysan deydi. Men qurilish aslalarini, yer zaminni yaxshi ko'rganligim uchun yer zamin setib oldim. Uy zaminni yaxshi ko'rgashga atidan kechgacha uningga qarab o'ltiradi. Agar biror chatoq chiqsa-mu, uy zamin tijoratini yaxshi ko'rib qolganimdan pushaymon yemaydim. Uy zamindan bezar kishilarga nisbatan aytganda, uy zaminiga mablag' selish toza ko'ngildagidek ish emas. Men kichik shirkatlarning pay cheklariga qiziqdim. Bo'libmi yangidan qurilgan shirkatlarnikiga bakrak qiziqdim. Chunki men bir korxonachi, yollanma xodim emas. Ilgari men ba'zi cho'ng organlarda xizmat qilib boqqan, masalan, Kaliforniya o'lchamlik neft shirkati, Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qilish qismi va Shilo shirkati degandek. Bu organlardagi xizmat menga ko'ngillik xotirlarni qoldirgan edi. Lekin men shirkat xodimi emasligimni aniq biladim. Shirkat etishni yaxshi ko'ratdim, lekin shirkatni boshqarg'im yo'q edi. Shunga setib olgan pay cheklarimning hammasi kichik shirkatlarning pay cheki edi. Ba'zida o'zim kichik shirkat echib va uni bozorga yuzlantirib, yangi pay cheklardan foydaga erishdim. Men bu xil o'yinni nihoyat yaxshi ko'ratdim. Nurg'un kishilar kichik, nomi chiqmagan shirkatlarni xatarlik deb qo'rqadi. Kichik shirkatlarning xatiriga cho'ng, lekin mablag' selish obyektini yoqtirsangiz ham tushunsangiz, o'yin qoidasini bilsangiz, xatar ozlaydi.
Mening kichik shirkatlarga mablag' selish tadbirim mundaq. Payni 1 yil ichida qo'ldan chiqarib o'taman. O'zimizga mablag' selish tadbirim bo'lsa, ovqatni dastlabda kichik qilib, asta-asta zo'raytish. Sharoit yor bersa, amalning bericha kechikibrak qo'ldan chiqarish. Bu usulning yaxshi yeri shuki, topovat beji to'lashni orqaga surgili bo'ladi. Shuning bilan mulk o'zligidan ko'payadi. Men doim o'z ziminimni 7 yildan ortiq ilkimda tutib turaman. Ko'p yildan beri hatto dengiz armiya quruqlikda jang qilish qismida va Shelo shirkatida ishlayotgan vaqtimdan tortibla boy dadamning taklifi bo'yicha ish qilishga boshladim. Xizmatga boratdim, lekin o'zimning ish o'qitigimi ko'ngil bo'latdim. Men kichik shirkatlarning pay chekini va o'z ziminini epsitib yurib, mol-mulkimni xeli obdalla ko'paytirib oldim. Boy dadam doim moliya bilimlarini ta'kidlab, buxgalterlikni va naqd pul boshqarishni qanchalik bilsam, mablag' selishni shunchalik yaxshi analiz qila oladiganligimni hamda shirkat qura oladiganligimni aytadi. Mening o'z oldiga shirkat qurg'usi bor kishilarni mushunday qilishga ilhomlantirg'im yo'q. Chunki hamma kishining oshundoq shirkat boshqarishini umid qilmayman. Lekin ba'zida kishilar xizmat topolmay qolsa, shirkat qurishmi masalani hal qiladigan yaxshi chora hisoblanadi. Ammo cho'qim muvaffaqiyat qozonadi degili bo'lmaydi. Yangi qurilgan 10 shirkatning 9i 5 yil ichida taqilib kelishi mumkin. Oldingi 5 yilda mavjudlikni saqlab qolgan shirkatlarning 90% taqilib kelishi mumkin. Shunga o'zingizning shirkati bo'lishni rostilla orzu qilsangiz, ondan mening taklifim bo'yicha ish ko'rib beqing. Bo'lmasa davomli xizmat qilish bilan birga o'zingizning ish o'qitiga ko'ngil bo'lib qo'ying. O'zingizning ish o'qitiga ko'ngil bo'lib qo'ying deganda ko'zi tutadiganim Raurus mulkka ega bo'lish. O'ylab beqing. $1 mol-mulk turingizga kirsila, u sizning yollanma xizmatchingizga aylanadi. Pulga kelsak, qaltis yeri shuki, uni kuniga 24 soat xizmat qildirg'ili ham necha avlodingiz uchun xizmat qildirg'ili bo'ladi. Esingizda tutingki, tirishib ishlaydigan yollanma xodim bo'lsangiz, xizmatingizga kapolat qila olasiz. Lekin o'zingizga taalluq mulk bo'lishi kerak. Naqd pulingizning aylanishi ko'payganda zibu-zinnat buyumlaridan ozdir ko'ptir setib olsangiz bo'ladi. Buningdagi eng muhim farq shuki, boylar eng oxirida zinnat buyumlari setib oladi. Kambag'allar bilan o'tiraliqlar bo'lsa, avval uy, unchi marvoyit, qurum kiyim, yoqut, sayohat qiyig'i qatorliq hashamatlik buyumlarni setib oladi. Chunki ular boshqalarga boydek ko'rinsamkan deb o'ylaydi. Ular qarmoqqa haqiqatan boy. Lekin amaliyotda bo'lsa, ular qarzning qiltiqiga tushib qolgan. Pulliq kishilar, uzun mezgilgacha boy turadigan kishilar avval o'zlarining mulkini muqimlab bilib, ondan mulkdan kirgan kirimga zibu-zinnat buyumlarini setib oladi. Namratlar bilan o'tiraliqlar o'zlarining qon teri badaliga kelgan puliga va bolalariga miras qoladigan mulkiga zibu-zinnat buyumlarini setib oladi. Haqiqiy zinnat buyumlari mablag' selib, haqiqiy mol-mulk to'plab erishgan mukofotdir. Masalan, ayolim ikkimiz o'yib setib yurib, 5-chi kirim qilganda, ayolim Mercedes markalik mashinadan setib oldi. U bu mashinani ko'proq xizmat qilib yoki xatarga tavakkul qilib setib olgan emas. O'zimizga selingan mablag'imiz ko'payib, naqd pul kirimimiz bu mashinani elishga yetgulik bo'lishdan burun u to'p-to'g'ri 4 yil saqladi. Bu hashamatlik buyum haqiqatan bir mukofot. Chunki u mol-mulkimizning qanday ko'paydiganligini isbotladi emasmi? U mashinani ayolim faqat mashina deb qaramaydi. Balki bu uning moliya bilimiga tayinib mashinaga erishganligidan derak berdi. Nurg'un kishilar qarz olgan puliga yangi mashina yoki boshqa hashamatlik buyumlarni setib oladi. Keyin bulardan zerikib boshqa narsalarni setib olishni umid qiladi. Qarz olish orqali hashamatlik buyumlarni setib olish kishilarni bu narsalardan hamon bir kuni voz kechtirdi-jim. Chunki hashamatlik buyumlarni setib oldim deb qarzini bo'yniga ortib olish odamga xeyli og'ir keladi emasmi? Siz vaqt va mablag' sarf qilib, o'zingizning egiligini barpo qilgandan keyin shu sirliq maxfiyatlikni, ya'ni boylarning eng muhim sirini bilib beqishga urinib ko'ring. Bu maxfiyatlik beyishning yo'lini ravon qiladi. Shu yo'lning yana bir beshida sizning vaqt va tirishchilig'ingizni sarf qilib, o'zingizning ish o'qitingizga ko'ngil bo'lganingizga yarasha foyda omad saqlab turgan bo'ladi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester.
Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Bojning tarixi va shirkatning kuchi. Maktabdagi chig'imda anglagan Robin Ham va uning qo'zg'olonchi azimatlari to'g'risidagi hikoyalar ilmiy esimda. O'qituvchim Robin Hamni tipik romantik qahramon, boylarni bulab kambag'allarga yordam beradigan buyuk polvon deydi. Ammo boy dadam Robin Hamni qahramon emas, o'g'ri deb qaraydi. Robin Ham olamdan o'tgili uzoq zamonlar bo'lgan bo'lsa-mu, uning ixlosmallari yanada ko'p. Men doim nemishki buni boylar zimmasiga olmaydi. Boylardan texmi ko'p bosh yig'ib, kambag'allarni nafga erishtirish kerak degandek gaplarni anglab turardim. Holbuki bugungi kunda Robin Hamdek boylarni bulab, kambag'allarga yordam berish qarshi nomrodlar va o'tiroliqlarning eng chong ruhiy dardi bo'lib qoldi. Robin Hamning g'oyasi tufaylidan o'tir burjuaziya sinfi hozir eg'ir boj vazifasini ustiga olmoqda. Amaliyotda boylardan boj ilinmaydi. O'tir burjuaziya sinfi bo'libmi tarbiya ko'rgan yuqori kirimlik o'tir burjuaziya sinfi kambag'allar uchun boj to'layotdi. Bu qoidani aniq tushunish uchun tarixni, ya'ni boj tarixini aslab o'tishimizga to'g'ri keladi. Oliy tarbiya ko'rgan dadam tarix ilmining mutaxassisi. Boy dadam bo'lsa kishilar olqishlaydigan boj tarixi mutaxassisi. Boy dadam mak ishkimizga ayni vaqtdagi Angliya bilan Amerikada boj ilinmaydiganligini, faqat ba'zi urushlar uchunla vaqtliq boj ilinganligini, podshoh bilan prezidentning buni iyoni yig'ish deb ataydiganligini so'zlab bergan edi. Angliya 1799-yildan 1816-yilgacha bo'lgan oralıqda Napoleon bilan urush qilish uchun boj yiqqan. Amerika bo'lsa 1861-yildan 1865-yilgacha bo'lgan oralıqda ichki urush chiqimini qamdash uchun boj yiqqan. 1874-yili Angliya hukumati boj topshirishni xalqning uzun muddatli burchi qilib belgilagan. 1913-yili Amerikada asosiy qonunning tuzitilgan loyihasi 16-moddada ma'qullanib, topovat beji yig'ishning qonunga uyg'un ekanligi belgilangan. Amerika xalqi boj topshirishga qarshi chiqqan. Ziyodi eg'ir choy beji Boston portidagi choy guruhining qurilishi va mustaqillik urushining portlashiga sababchi bo'lgan. Angliya bilan Amerika 50 yil vaqt sarf qilib, xalqning topovat beji boshqarish engini yetildirgan. Eng dastlabda bu boj boylarga qaratilgan. Boy dadam mak bilan mening bu nuqtani tushunishimni umid qiladi. Uning tushuntirishicha, boj topshirish usulini ko'pchilik belgilaydigan ham u ko'p sonli kishilarning ma'qulligidan o'tadigan. Bu orqali nomrodlar va o'tir burjuaziya sinfiga bojning pullarni jazolash uchun ilinganligini bildirib qo'yadigan. Shunga ko'pchilik qo'llab bilet tashlab, qonunliq boj ilishni asosiy qonunga kirgizadigan. Bu asli puldarlarni jazolaydigan boj bo'lsa-mu, amaliyotda u qo'llab bilet tashlagan o'tiroliqlar bilan nomrodlarni jazolaganlik ekan. Hukumatning qo'liga ozroq pul kirdimi bo'ldi. Nafsi texmi yo'qinab ketadi. Deydi boy dadam tushundirib. Dadang bilan mening bu nuqtadagi ko'z qarshimiz o'xshash emas. Dadang hukumat xodimi, men bo'lsam kapitalist. Biz ikkilimiz emgikimizdan haqqa erishimiz. Lekin bizning muvaffaqiyatga tutgan o'lchimimiz qarama-qarshi. Dadangning xizmati pul xarjlash va xodim yollash. Uning xarjlagan puli qancha ko'p bo'lsa, yollagan xodimi shuncha ko'p bo'ladi. Organimi shuncha kengayadi. Hukumatda kimning organi cho'ng bo'lsa, u boshqalarning hurmatiga texmi bek sazovor bo'ladi. Lekin mening tashkilimda yollagan odamlarim qancha oz bo'lsa, xarjlagan pulimmi shuncha oz bo'ladi. Buning bilan men mablag' sog'uvchilarning maqtishiga erishiman. Mana bu nemishqa hukumat xodimlarini yaratmaydiganligining sababi. Ular bilan nurg'un savdogarlarning nishoni o'xshash bo'lmaydi. Hukumat o'z ko'lamining kengayishiga ergishib ko'plab boj yig'ib, hukumat xarajatini qamdashga muhtoj bo'ladi. Oliy tarbiya ko'rgan dadam hukumatning xalqqa yordam berishi kerakligiga to'limi ishonadi. U John Kennedy'ni bakmi yoqtiradi va uningga cho'qinadi. Bo'libmi uning tinchlik atrati planini alohida cho'ng biladi. Dadam bu planni shunchalik cho'ng bilgachga opam bilan tinchlik atratida ishlagan. Malayziya, Tailand va Filippinlardagi fidoyilarni tarbiyalashga borgan ekan.
u hamisha pul ajratib va xomchotni ko'paytib, o'zi ishlayotgan ma'rif tarmog'i va tinchlik atritiga ko'p xodim yo'llashni o'ylaydi. 10 yoshimdan tortibla boy dadamning hukumat xodimlarini tayyorlab o'g'irla deganini. Namrat dadamning bo'lsa boylarni oshko'z qaroqchilar, ular ko'proq boj to'lish kerak deganini anglab turadi. Men har ikkisining so'zining to'g'ri tarafi borligiga ishonatdim. Lekin bozordagi eng chong kapitalist uchun xizmat qilishim ham dangdor hukumat amaldori oilasida turmush kechirishimdan iborat bu ikki ishni bir-biri bilan moslashtirish menga borgan-sari tashkilayotdi. Ammo siz boj tarixini tadqiq qilganingizda qiziqarli ishlarni bayqaysiz. Yuqorida bayon qilganimizdek, ko'pchilik Robin Hamning iqtisod nazariyasiga, ya'ni boylarni bulab talab, namratlarga yordam berish degan gapga ishonganligi sababidan bojni qabul qiladi. Masala shu yerdaki, hukumat ijtimoiy kafolat sistemasi bilan turli chiqimlarning borgan-sari ko'payib berishi tufaylidan o'rta burjuaziya sinfidan boj yig'adi. Yana kelib, boj uzluksiz yuqorilib bordi. Yana bir tarafdan boylar fursat topsalar bir talay qoida, prinsiplar bilan cheklanib o'ltirmaydi. Xuddi men aytgandek, ular shirkatning sehriy kuchini obdan biladi. Shirkat tovar egiligi davrida kun sayin umumiylashyotdi. Boylar shirkat qurish orqali mol mulkiga keladigan xavfga chek qo'yadi. Bu xuddi paraxutga o'ltirib manganga o'xshaydi. Boylar mablag'ni shirkatdan iborat bu paraxutga soladi. Shirkat yollagan bir turkum xodimlar, ya'ni matroslar paraxutni yangi dunyoga haydab berib boylik izlaydi. Paraxut cho'ksa matroslar jinidan ayrildi. Lekin boylar faqat sog'an mablag'ini ziyon tortadi. Tövəndəki isqimida şirkat və şəxsning kirim jadvali bilan mulk qarz jadvalining munosabatsiz ekanligi ko'rsatilgan. Shundaq, korxonalarga munosabatlik qonun bilimlari boylarga namratlar bilan o'tiraliqlarni besib tushadigan alohida afzallikni ato qilgan. Hukumat xodimi bo'lgan dadam bilan korxonachi dadamning tarbiyalashi bilan men korxonachilar falsafasining boylik to'plashda texmi ahamiyatli ekanligini nihoyat tezla his qilib ketdim. Qaramoqqa nurg'un kishilar o'zini jazolayotganda ko'rinadi. Chunki ularning moliya engi to'van, ammo boyliqlarni bulash cho'qonining qanchalik jironliq bo'lishidan qat'iy nazar boylar hamon amal qilib buningdan qutulib ketalaydi. Mana bu bojning nemishqa eng oxirida hamisha o'tiraliqlarning beshiga keladiganligining sababi. Boylar o'qigan, aqlli kishilar ustidan g'olib keladi. Sababi ular pulning kuchini tunib ketgan. Ammo maktablarda bunday darslar o'tilmaydi. Pullarlar qanday qilib ma'lum kasbiy bilimi bor kishilar ustidan g'olib kelalaydi? Boylarni bulashdek bosh usuli ma'qullansa, pul hukumatning cho'ntagiga kirishga boshlaydi. Dastlabda kishilar hukumatning pulni yollanma xodimlarga va boylarga taqsimlab berganligidan xush bo'ladi. Boj, ish haqqi va yashanganlarni beqish xarajati degandek shakllar orqali hukumat xodimlariga tarqatiladi. Hukumatning setivilishi orqali boylarning qo'liga o'tadi. Shunda qilib hukumat g'oyat pul iskilatiga aylanib qoladi. Lekin masala yanada xomchotni boshqarishda. Bu o'zligidan aylanib takrorlanadigan sistema emas. Mundaqcha aytganda, hukumatning siyosati shuki, agar siz hukumat xodimi bo'lsangiz, undaqda ortiqcha pulga ega bo'lishdan saqlanishingiz kerak. Agar siz xomchotdagi pulni ishlatib tugatmagan bo'lsangiz, undaqda keyingi qitimliq xomchotda bu pulning xavfini ozlatgan bo'lasiz. Siz oshirib qo'yishdan emas, balki unum yaratdi deb qaralganingizdan mukofotga erishsiz. Xomchotdagi pulning kemayib ketishidan saqlanish uchun hukumat isrofchilik bo'lsa-mu ko'p miqdorda pul xashlaydi va yollanma xodim yollaydi. Hukumat chiqimining uzluksiz ko'payishiga ergashib, pulga bo'lgan ehtiyoj kun sari oshadi. Shunga boylarni bulash chorasi qo'llanilmaydi. Boy siliqimi o'tiraliqlar bilan kambag'allarning beshiga keladi. Haqiqiy kapitalistlar o'zining moliya bilimidan foydalanib bojdan qechib qutuladi. Ular shirkatning qo'g'dishiga tayinib bojdan o'zini qochirdi. Shirkat boylarni qo'g'daydi. Lekin azaldan shirkat qurib baxmagan kishilar bu qoidani tushunmaydi. Chunki shirkat bir haqiqiy amaliy gavda hisoblanmaydi. Shirkat faqat qisman qonuniy talabga uyg'un hujjatlarni ro'yxatga oldirgandan keyin uni advokatning ishxonasiga qo'yib qo'yadi. Shirkat deganlik shirkat nomi bilan atalgan bino, zavod uylari va yollanma xodimlar bo'lishdan derak bermaydi. U faqat bir jini yo'q qonuniy gavda. Lekin boylarning mol-mulki mushu joylarda qo'g'dalanadi. Topovat bejim ma'qullanib qolsa, shirkat qurish mod bo'lib ketadi.
Chunki korxonaning tapovat beji persenti shaxsiy tapovat beji persentidan tuvan bo'ladi. Buningdan boshqa shirkatning ba'zi chiqimlarini bojdan burun tuvanlatkili bo'ladi. Mulkdorlar bilan mulksizlar o'tirsidagi kurashning boshlanganiga necha yuz yillar bo'ldi. U boyliqlarni bulg'anlar bilan boylar o'tirsidagi kurash. Har qanday vaqtda, har qanday joyda qonun tuzilsa, bu xildagi kurash paydo bo'ladi. Kurash uzluksiz davomlashadi. Har kuni jafoli xizmat qilishini bilib, qilchi fikr yurgizmay bosh topshiradigan didsiz kishilar hamon ziyon tortadi. Agar ular boylarning o'ynaydigan o'yinini bilib olgan bo'lsa-da, ularmi o'ynashga boshlaydi. Shunda qilsa mustaqil egilik tiklaydi. Har ketim ota-onalarning bolalariga maktabga berib o'qib, muqim xizmat tepib bilish to'g'risida nasihat qilganini anglasamla andishiga tushaman. Chunki muqim xizmati bo'lgan yollanma xodimning kallasida pul topay deydigan o'y bo'lmasa, yanada moliya jihatdagi o'ngsizlikdan qutulanmaydi shu. Hozirgi amerikaliklar har yili hukumat uchun 5-6 oy xizmat qiladi. Ular yetgudek bosh pulini tepish kerak. Mening qarashimcha, bu vaqt bek uzun bo'lib ketgan. Ular xizmatda qanchalik tirishsa, hukumatga berdig'inimi shunchalik ko'p bo'ladi. Buningdan menmo boylarni bulash o'yi bor kishilarning boshdanlar o'zlariga taqobil turadiganligiga texmi ishinib qoldim. Har ketim kishilar boylarni jazolamoqchi bo'lsa, boylar jazoni qabul qilmay, balki qaytirma zarbiga o'tadi. Ularning ahvolini o'zgartirishga puli, kuchi bor. Ular hargiz hisoblashmayla yuqori boj to'laydigan ishlarni qilmaydi. Ular amal tepib, bojni eng tuvanchak tushiradi. Aqlliq advokat va buxgalterni tanlaydi. Siyosatvozlarni qonunni o'zgartirishga ko'ndirdi yoki qonunning yo'chiqlaridan foydalanadi. Ular hammani qila oladi. Amerikaning bosh qonuniy kishilarning qoidaga uyg'un keladigan usullarni qo'llanib, o'zini bojdan qochirishga yo'l qo'yadi. Har qanday bir kishining bu usulni birdek qo'llanishiga bo'ladi. Lekin boylar bu xil usuldan doim foydalana oladi. Chunki ular o'zlari qilayotgan ishga ko'ngil bo'ladi. Masalan, Davlat ishki kirim qonunining 1013-moddasida sotquchi texmi qimmat uy zamin elish uchun hozirgi uy zaminni sotgan degan bobida erishgan foydasidan bojni kechiktirib topshirishiga yo'l qo'yilgan. Bu belgilamaga asosan uy zamin bojdan foyda olg'ili bo'ladigan mablag' selish quroli bo'lib qolgan. Siz faqat yuqorida bayon qilingandek qimmat almashtirish harakatini uzluksiz davomlashtirsangiz, uy zaminingiz naq pulga aylangunga qadar boj to'lashdan xoli bo'la olasiz. Bojdan o'zini qonunli qochirish vositasidan foydalanmagan odam o'zining mol-mulkini oshirishning nurg'un fursatlaridan mahrum qoladi. Namoratlar bilan o'tiraliqlarning iqtidori o'xshash bo'lmaydi. Shunga ular to'lashga tegishli bojni to'layverdi. Ba'zi real ahvollardan men hayron qolaman. Shunchalik ko'p kishilar yuqori boj to'layotganda, bojdan o'zining qonunli chetga elish vositasini o'ylaydiganlar nihoyat oz bo'ladi. Mening ba'zi shirkat ochgan do'stlarim bor. Ular har xil bojlarning elinganligini bilganda, nihoyat aloqsada bo'lib ketadi-da, shu vajidan o'zining ish o'qitini tashlab etadi. Garchi men bularni bilgan bo'lsam-mu, ammo yanala yil 5-dan 5-oyning o'tirlarigacha hukumat uchun madkorchilik qilishga majbur bo'ldim. Bu badal pek yuqori bo'ldi. Halbuki kambag'al dadam buningga qarshi turmadi. Boy dadammi shunday qildi. Biroq u nihoyat oqilona ish qilib shirkatdan foydalandi. Boylarning eng cho'ng siridan foydalanib, o'zining nishonini amalga oshirdi. Men boy dadamdan olgan birinchi dars balkim esingizda bo'lsa kerak. U vaqtda men oran 9 yoshda edim. Men boy dadam qaysi vaqtda men bilan so'zlashay deb yavaşlik bilan kutdim. Uning ishxonasida o'tirib meni chaqirishini saqlab o'tirdim. Lekin u meni qasddan chaqirmadi. Uning o'ylaydigini menga o'zining kuchini to'nitib qo'yish edi. Shundaqla u meningmi bir kuni mushundaq kuchga ega bo'lishimni umid qiladi. Boy dadamga shuncha yil ergashdim. U hamisha bilim kuch demakdir deb eskartdi. Pul qanchaga ko'paygan sari shuncha ko'p bilim elishga to'g'ri keladi. Bilimingiz bo'lmasa bu dunyo sizni tumshug'ingizdan yetilab mangdi. Boy dadam men bilan maqqa eng kuchli dushman xo'jayin yoki nazoratchi emas, balki boysilik ishkanligini. Agar qarab tursak, bojning bizdan hamisha texmi ko'p narsalarni ep ketirganligini eskartib turadi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning
eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Pul uchun xizmat qilmay, pulni o'zimiz uchun xizmat qildirish haqiqiy kuch hisoblanadi. Agar siz pul uchun xizmat qilsangiz, kuchingizni xo'jayinga berib qo'ygan bo'lasiz. Agar pul siz uchun xizmat qilsa, siz bu xil kuchni kontrol qila olasiz. Biz pulni o'zimiz uchun xizmat qildiradigan qoidani egilib olgandan keyin, boydadan bizning hisoblashga chevar bo'lishimizni, pulning tumshug'imizdan yetilib ma'masligini umid qildi. Bundan boshqa biz yana qonunni tushunishga muhtoj edik. Agar siz qonundan xabardor bo'lmasangiz, o'ng'ayla xato ish qilib qo'yasiz. Agar qonunni bilsangiz, qonun ato qilgan huquqdan to'liq foydalanib, ishlaringizni amalga oshira olasiz. Mana bu boy dadamning nima uchun yuqori maosh bilan yaramliq bosh ishlari maslahatchisi va advokatlarni yollab olishining sababi. Uning ularga beradigan puli hukumatga beradigan puldan nihoyat oz edi. Hisobotga moyir bo'lsang, haqning damiga tushmaysan. Bu boy dadamning menga o'tgan eng yaxshi darsi edi. Men buningdan bir umr degidek foydalandim. Boy dadam qonunni obdan biladi. Chunki u qonunga rioya qiladigan puhra bo'lishni o'ylaydi. U yana qonun bilmaslikdan to'laydigan badalning haqiqatan ig'ir ishkanligini biladi. O'zingizning to'g'ri qilganini bilsangiz, hujumga uchrashdan qo'rqmaysiz. Hatto Robin Ham va uning qo'zg'olonchi azmatlariga uchrab qolsangizmi, qo'rqishning hojati yo'q. Oliy tarbiya ko'rgan dadam meni bir shirkatdan yaxshiroq xizmat tepib olishimga ilhomlantirdi. Shirkatni shot qilib qadam-qadam o'rlash uning qimmat qarashi edi. U faqat xo'jayin bergan maosh qila tayinib olishning mangu bir royish seg'in qilib o'tish ekanligini bilmaydi. Men boy dadamga oliy tarbiya ko'rgan dadamning taklifini so'zlab bersam, u kulib ketib, "Nemishqa oshu shotining egisi bo'lishni o'ylab boqmading?" degan gapni qildi. Men texnik kichik bola bo'lg'ashqa, boy dadamning o'zingning chirikti bo'lish kerak degan gapining tegiga yetmabdikanman. Bu odamni andishiga soladigan ish bo'lib, o'ylashga jur'at qilolmaydi. Gerçi bu so'zni anglab hayajonlangan bo'lsam-mu, yeshim bu xil imkoniyatni xiyol qilishimga yor bermaydi. Bu xiyol cho'ng kishilar bir kuni mening shirkatim uchun xizmat qiladi degandan iborat edi. Amaliyotda boy dadam bo'lmagan bo'lsa, oliy tarbiya ko'rgan dadamning taklifini qabul qilgan bo'lardi. Ammo boy dadam hamisha askartib turg'ashqa, shirkatga ega bo'lish istigim boshdan oxir o'zgarmadi. Shuning bilan men boshqa yo'lga qadam tashladim. 15-16 yoshimda, garchi kelgusida nima ish qilish kerakligini bilmasam-mu, ammo oliy tarbiya ko'rgan dadamning taklifi bo'yicha yo'l tutmaslik lozimligini bildim. Bu ham ko'p sondagi savollashlarim ma'nodigan yo'l edi. Bu qarorim mening butun hayotimni o'zgartirib etdi. 20 yoshimda boy dadamning taklifini amalda ko'rsatishni rasmiy boshladim. Dengiz armiyaning qurg'uliqda jang qiluvchi qismidan ayrilib, Shilo shirkatiga beribla xeli ko'p pul topdim. Lekin har qitim maosh taloniga qaraganimda to'limi umidsizlandim. Tutib olgan pul shundoq ko'p edi. Yana kelib qancha tirishib ishlasam, tutib oladigan pul shuncha ko'p bo'ladi. Texmi natija qozonsam, xo'jayim darajamni, maoshimni o'stiradiganning gapini qiladi. Mushundaq vaqtda xuddi boy dadamning kim uchun ishlayotsan, kimni betivyotsan deb so'rayotganligini anglagandek bo'ladi. 1974-yili men Shilo shirkatida yollanib ishlayotganimda o'zimning tunji korxonasini qurdim ham o'z ish o'qitimga ko'ngil bo'lishga boshladim. Mulkim nihoyat oz edi, lekin men mulkimni ko'paytirish irodasiga keldim. Bu yillardan buyon topgan maoshimning tutib olinib kemayib ketishi meni boy dadamning taklifini to'liq tushunib olish imkoniyatiga ega qilgan edi. Agar men o'z dadamning fikriga davomli quloq solgan bo'lsam, kelgusimni allburun mo'ljarlab bo'lgan bo'lardi. Nurg'un xo'jayinlar yollanma xodimlarga o'z ish o'qitiga ko'ngil bo'lishning o'z xizmatiga foydasiz ekanligini eskartib turdi. Ba'zi kishilarga nisbatan aytganda haqiqatan shundoq ekanligini muayyanlashtirishga bo'ladi. Biroq men uchun aytganda o'z ish o'qitiga nazarni avdirib, mulkni ko'paytirish yaxshi yollanma xodim bo'lishga turtki bo'ladi. Mening hozir nishonim bor bo'ldi. Tirishib ishlab pul to'plab, o'zimin savdosiga mablag' solishga boshladim. Havoy rosa taraqqiy qilayotgachqa, beshning fursati nihoyat ko'p edi. Men ishlarim ro'noq tepishga boshlagandan keyin o'zimga mablag' solishim kerakligini to'nib yetdim. Mulk asosiga ega bo'lish uchun Shilo shirkatining mashina uskunalarini ko'plab sotdim. Chunki sotganim qanchalik ko'p bo'lsa topadigan pulim shunchalik ko'p bo'ladi. Albatta, qanchalik ko'p topsam, shunchalik pulim tutib kelinadi. Bu odamni xush qiladigan ish emas edi.
Ammo men tirishib ishlab yalanma xodim degan qalpoqni cho'rib etishim kerak edi. 1978-yili mening setishdagi natijam hamisha 5 xodim ichida yana kelib doimli birinchi o'rinda turib keldi. Gerçi men shirkatning mukofotiga noil bo'lgan bo'lsam-mu, ammo yanala bu tiyinning to'xtamay tipirlishi degan joydan qutulishning ko'yidi edi. 3 yilga yetmagan vaqt ichida kichik ko'lamdagi o'zimin shirkatimda topgan pulim Shilo shirkatidagi vaqtimda topgan pulimdan xeyli ko'p bo'ldi. Yana kelib korxonada topgan pulimni butunlay o'zim uchun ishlatdim. Bu pul haqning ishkini chekib, Shilo shirkatining mashina uskunalarini tonishtirib topgan pulimga o'xshamaydi. Boy dadamning o'rgatganlari bara-bara asketishga boshladi. Oradan uzun o'tmay shirkatimdan topgan kirimga bir dona Porsche markalik pikap setib oldim. Shilo shirkatidagi xizmatdoshlar meni pikapni o'zining maoshiga setib oldi deb qarashdi. Amaliyotda men maoshimni to'xtamasdan shirkatimga mablag' qilib, mablag'imdan kirgan kirimga o'zimga lozimlik narsalarni setib oldim. Pulimga tayinib teximi ko'p pul topdim. Mening mulkim ichidagi har bir dollar mening yollanma xodimim hisoblanadi. Ular tirishib ishlab, teximi ko'p yollanma xodim tepib keladi. Balki yana bojdan ilgiriki kirimdan foydalanib, menga yangi Porsche markalik pikap ep beradi. Men yanala Shilo shirkati uchun davomli tirishib ishladim. Biroq shuning bilan bir vaqtda planimmo o'z yo'li bo'yicha yurishaverdi. Porsche markalik pikap buning isboti. Boy dadamning o'rgatganlaridan foydalanib, men tiyinning to'xtamay tipirlishi degan gapning sirtmig'idan xeyli burilib qutuldim. Halbuki muvaffaqiyat qozonishimga oshu darslardan o'rgangan moliya bilimlarim asqatdi. Agar men pul tepishdagi qabulnomam deb qaragan bilimlarni o'rgatmagan bo'lsam, egiligimni o'zimga tayinib tiklashda ko'p qiynalgan bo'lardim. Men hozir muhokama kursida bu bilimlarni boshqalarga o'rgatyapman. Men boshqalarning men bilan birga bu bilimlardan naf elishini umid qilaman. Mayli qandoqli vaqtda bo'lsin, bu bilimlar to'g'riliq so'zlaganimda men kishilarga shuni eskartaman. Pul tepishning qiblanomasi mundaq 4 tarafdagi maxsus bilimlardan tashkil topgan. Birinchisi buxgalterlik. Ya'ni men to'xtalib o'tgan moliya bilimlari. Agar siz o'z oldingizga ish qilmoqchi bo'lsangiz, undaqda moliya bilimi intayin muhim mahorat hisoblanadi. Qo'lingizga pul qancha ko'p bo'lsa, siz chotni shunchalik durust so'qishingiz kerak. Bo'lmasa tugishsiz. Buni so'l menga bir taraf qiladi. Buni yana inchika halqa deyishkimi bo'ladi. Moliya bilimi sizning moliya ma'lumot jadvallarini tushunishingizga yordam beradi. Siz bu xil iqtidordan foydalanib, tijoratdagi afzallik bilan ojizlikni farqlantira olasiz. Ikkinchisi mablag' selish. Men uni pul orqali pul topadigan ilm deb atadim. Mablag' selish taktika va loyihaga chetiladi. Buni o'ngminga bir taraf qiladi yoki uni yangilik yoritish deyishkimi bo'ladi. Uchinchisi bozorni tushunish. Bu ta'minlash bilan ehtiyoj to'g'risidagi ilm. Bu kishilardan qiziqishning ta'siriga uchragan bozorning texnik ko'lamini tushunishni bir taraf qiladi. 1996-yili milod bayramida Teklemi Elmo o'yinchi qo'nchig'ining bozor tepishi dal texnika va qiziqishning ta'siriga uchragan bozorning eng yaxshi isbotidir. Bozordagi yana bir omil asosiy ko'lam. Buni yoki mablag' selishning iqtisodiy ahamiyati deyishkimi bo'ladi. Bir turlik mablag' natijasining ahamiyatli yoki ahamiyatsiz bo'lishi eng oxirida shu vaqtdagi bozorning ahvoliga bog'liq. Nurg'un kishilar mablag' selish bilan bozorni tushunish bolalarga nisbatan aytganda murakkab ish deb qaraydi. Ular bolalarning bevosita sezgisiga tayinib, uni tushunib oladiganligini bilmaydi. Ota-onalar ilmu o'yinchi qo'nchig'ining nima ekanligini texi bilmasdilar. Milod bayrami harbisidagi bozordagi o'zgarishlar bolalarga allburun bu to'g'riliq xabar yetkazib bo'lgan. Nurg'un bolalar ilmu o'yinchi qo'nchig'ini setib olishning ko'ngliga bukib, buni texi bayramlik sovg'a tizimligining eng beshiga dizib qo'ygan. Shunga ehtiyoj g'oyat zo'r darajada eshib, bozorni yetarli ta'minlayamaslikdek jiddiy ahvol yuz bergan. Bu do'konlarda ilmu o'yinchi qo'nchig'i setilib tugagandan keyin ayonkashlar umidsizlangan ota-onalarga qarab boy bo'lishning fursati keldi deb bilgan. Chunki bu o'yinchiqni setib ololmagan ota-onalar bolalariga boshqa o'yinchiqni olib berishga majbur bo'lgan. Shunga teklimi ilmu o'yinchi qo'nchig'i nihoyat tezla odamning ishongusi kammaydigan sirliq bozor hikoyasini paydo qilgan. Gerçi bular men bilan munosibatsiz bo'lsa-mu, bu talab bilan ehtiyoj munosabatining yaxshi misoli. Bunda qishloq poycheki, zoyum, o'yziman va koltak to'p kartasi bozorlaridami o'xshashlik yuz berdi. To'rtinchisi,
Qonun. Sizning buğaltırlıq məbləğ selish ishlaringiz va bozor sohasidagi korxonalarni unumli yurgizishingizga hamda portlash xarakteridagi ishni amalga oshirishingizga yordam berdi. Tövəllətiş siyosatini va shirkat qonunini tushunganlar yollanma xodimlar va kichik korxona egalariga qaraganda texmi tez beydi. Bu bir odamning piyoda mang'iniga, yana bir odamning aeroplanda uchquniga o'xshaydi. Agar yiroqni ko'zi tutsak, bu xil farq texmi cho'ngib bordi. Birinchi, bojni tövəlletish. Shirkat shaxslar qilolmagan nurg'un ishlarni qila oladi. Bu bojdan burun xarajat chiqim qilgandekli bir ish. Bu kishini shunchalik hayajonlantiradigan kasbiy soha, lekin yetarlik mulkingiz yoki tijoratingiz bo'lishidan ilgari buningga tutish qilmasligingiz kerak. Yollanma xodimlar pul topadi, boj topshiradi, hamda oshxonaga tayinib o'z turmushini qamdaydi. Bir korxona pul topsa, pulni xərclab etib oshxonadan boj topshiradi. Bu boylar qonundan tepib chiqqan eng cho'ng yo'lchiq. Agar pulga aylandira oladigan mablag'ingiz bo'lsa, shirkatingizning ishlari obdan yurishidi, chiqimmi ko'p ketmaydi. Masalan, agar shaxsiy shirkatingiz bo'lsa, orom elish vaqtingizni Havoydagi mudiriyat yig'inida o'tkazasiz. Mashina elish va bu tufaylidan kelib chiqadigan mashina sug'urtasi ham remont haqqini korxona chiqaradi. Badan chiniqtirish klubining a'zolik haqqi va tomoq xarajatini korxona chiqaradi. Texi bularning hammasi bojdan burun qonunliq chiqim qilinib bo'ladi. Ikkinchi, da'voda qo'g'danishdan bahramand bo'lish. Biz davolashishga xushtorlarning jamiyatida yashayotimiz. Boylar shirkat va havola qilish orqali qisman boyligini yushirib qo'ydi. Ba'zilar boylar ustidan arz qilganda boylarning qonun tarafidan qo'g'dilayotganligini ko'rdi ham boylarning amaliyotda hech nimasi yo'qligini bayqaydi. Bu ajablanarlikmikan? Boylar hammani kontrol qila oladi, ammo hech nimasi bo'lmaydi. Nomuratlar bilan o'tir burjuaziya sinfi imkon qadar hammaga erishishga tirishadi, ammo oxirida topqonlarni hukumatga va puldorlarning ustidan arz qilishga omroq nomurat shahar aholilariga sarf qiladi. Bu nomurat shahar ahollari amaliyotda Robinhamning hikoyasidan boylarni bulab nomuratlarga yordam berish degan qoidani o'rganib olgan. Mazkur kitobning maqsadi sizga shirkatga qanday ega bo'lishni konkret o'rgatish emas, lekin mening yanada deydiganim shuki, siz har qanday qonunliq mol-mulkka ega bo'lishingizdan qat'iy nazar, men korxona shakli orqali o'xshash darajadagi mulkka ega bo'lganda oladigan texmi ko'p foyda va bahramand bo'ladigan qo'g'danish jihatdagi ishlar ustida o'ylashiman. Nurg'un kitoblarda bu tema bayon qilingan. U sizga korxona qurishda besib o'tmasa bo'lmaydigan bosqichlarni va bahramand bo'ladigan ishlarni tafsili aytib berdi. Poychaklik shirkati va besh degan kitobda shaxsiy shirkatning iqtidori to'g'risida nihoyat yaxshi qarashlar o'tirg'i qo'yilgan. Pul tepishning qiblanomasi amaliyotda mahorat va iqtidorning birlashishidir. Ammo men yana shuni deymanki, u yuqorida bayon qilingan to'rt turlik mahoratning universal bir kishidir. Agar beymoqchi bo'lsangiz, yuqorqi bayonlar sizning moliya jihatdagi iqtidoringizni hassilab oshiradi. Qisqacha xulosa. Shirkati bor boylar. Birinchidan pul topadi, ikkinchidan chiqim qiladi, uchinchidan boj to'laydi. Shirkat uchun xizmat qiladiganlar. Birinchidan pul topadi, ikkinchidan boj to'laydi, uchinchidan chiqim qiladi. Bularni universal iqtisodiy tadbirlaringizning bir qismi qilsangiz bo'ladi. Men sizni o'zingizning mulki bilan shirkat qurishga qat'iy tavsiya qilaman.